Burningiz bitib qolsa, issiq bug'ga dafna yaprog'ini solib, sekin nafas oling, yengillashadi. Dafna yaprog'ini ozgina yog' bilan aralashtirsangiz, hidi kuchayadi, hasharotlarni yo'qotadi. Shkafda kuya bo'lsa, dafna yaprog'ini ichiga qo'ying. Kiyimni kuya yemaydi. Guruchu bug'doyda qurt chiqmasin desangiz, idishga 1 yoki 2 dona dafna yaprog'ini soling. Chivin ko'pmi? Dafna yaprog'ini hovliga qo'ying. Hidi chivinlarni uzoqlashtiradi. Choyga bitta dafna yaprog'i solib ko'ring. Yoqimli hid beradi. Issiq suvga dafna solib cho'milsangiz, mushaklar mazza qiladi. Uxlash qiyin bo'lsa, yostiq yoniga dafna yaprog'i qo'yib ko'ring, xotirjam uxlaysiz. Men olmaman. Agar chesnok yegandan so'ng meni yesang, og'izdagi hidni tozalayman. Men kartoshkaman. Meni qaynat va sovutish uchun olib qo'y. Shunda mendagi kraxmal shakarni miqdorini boshqarib, immunitetni mustahkamlaydi. Men kashnichman. Meni o'tkir pichoq bilan to'g'ragin. O'tmas pichoq kletchatkalarimga zarar beradi. Men brokoliman. Tayyorlashdan oldin meni to'g'ragin va 10 daqiqa qoldirgin. Shunda rak bilan kurashadigan vitaminlar paydo bo'ladi. Salom, men brokkoliman. Meni bolangizga bersangiz, immunitetini mustahkamlayman. Suyaklari va ko'zlari sog'lom o'sishiga yordam beraman. Salom, men imbirman. Men shamollashga qarshi kurashaman, hazmni yaxshilayman va organizmni isitib, himoya qilaman. Men avokadoman. Meni farzandingizga bersangiz, miyasining rivojlanishi uchun foydali yog'lar beraman. Diqqat va xotirani qo'llab-quvvatlayman. Men olmaman. Men farzandingizning ichak faoliyatini tartibga solaman. Vitaminlar bilan quvvat beraman. Farzandingiz sog'lig'i uchun bizga obuna bo'ling. Men kofeman. Meni ichsang xushyor bo'lasan, lekin ko'p ichsang asabni tarang qilib, qorinni bezovta qilaman. Men limonli suvman. Meni ichsang tering tiniq va yorqin bo'ladi. Soching mustahkamlanadi va tanangni tozalayman. Men ko'k choyman. Meni kuniga 1-1,5 litrcha ichsa bo'ladi. Ko'p ichib yuborsangiz uyqu qochib, yurak tez urib ketishi mumkin. Men romashkali suvman. Meni ichsang stressing ketadi va shamollaganda foyda beraman. Lekin me'yorida ich. Men iliq suvman. Meni hazmni yaxshilayman va tanani tozalayman. Lekin ko'p ichib yuborsang, oshqozingni charchatib, shilliq qavatini bezovta qilaman. Biz bilan kortizol va insulinni nazorat qiling, bu esa ozishingizga yordam beradi. Ha, biz buni birga hal qilamiz. Bizni yo'qotib qo'ymang, obuna bo'ling. Assalomu alaykum. Men Melisaman. Yurakni tinchlantiraman, stressni kamaytiraman. Kechqurun yoki stress paytida iching. Men Romashka, asabni tinchlantiraman, stressni kamaytiraman. Eng yaxshi vaqti kechqurun uyqudan oldin. Men podorojnik hazmni yaxshilayman, qandni barqarorlashtirishga yordam beraman. Ertalab ovqatdan keyin ichish foydali. Men Zveraboy kayfiyatni ko'taraman, stressni kamaytiraman. Faqat qisqa muddat va ehtiyot bilan iching. Men dolchin insulin sezgirligini oshiraman. Ertalab choyga ozgina qo'shib ichiladi. Men chernikaga qand nazoratiga yordam beraman. Ertalab yoki tushlikdan keyin ichiladi. Tan o'sim uchun, sog'liq uchun foydali. Sochingdan 1 litr yog' oqvoti. Sochingga mehr bersang bo'lmaydimi? Hozir soching uchun foydali ma'lumot beraman. Bodringni blenderdan o'tkazing, sharbatini bosh terisiga surting, 15 daqiqa kuting va yuving. Yog' ajralishini kamaytiradi, bosh terisini sovitadi, qichishishni oladi. 1 choy qoshiq limon suvi bilan 1 stakan suvni aralashtiring. Paxta bilan faqat ildizga surting. 5-7 daqiqa kuting va qo'ying. Yog' bezlarini sekinlashtiradi, qazg'oq kamayadi. Pomidorni blenderdan chiqaring, sharbatini bosh terisiga surting. 10-15 daqiqa kuting va qo'ying. pH balansni tiklaydi, yog'ni kamaytiradi. Piyozni ezib, suyuqligini siqib oling va 1 qilib suv qo'shing. 10 daqiqa kuting va yuving. Yog'ni kamaytiradi, soch ildizini kuchaytiradi. Bergan ma'lumotlarimdan haftada 2 martadan ko'p foydalanmang. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'ling. Vannadagi eng aqlli narsa bu menman. Qimmat ximikatlarni yig'ishtir. Meni ishlat. Men toza va xavfsizman. Vannan kirmi? Meni gubkaga surt, iliq suv qo'sh va ishqala. Zaharli ximiyasiz hammasi yaltillab top-toza bo'ladi. Kiyimda dog' bormi? Kir mashinaga shoshma. Meni dog'ga surt va 2 daqiqa kut. Keyin yuv. Ko'rdingmi? Dog'dan asar ham qolmaydi. Eshik g'ichirlab asabga tegayaptimi? Meni ilgaklarga ozgina surtib qo'y. G'ichirlash darrov yo'qoladi. Sinalgan usul. Oyoq kiyim sassiqmi? Bu shunchaki kir emas, bu bakteriyalar. Meni ularning yoniga tashab qo'r. Ertalabgacha hiddan asar ham qolmaydi. Oyna terlak qolyaptimi? Meni yupqa qilib surtib qo'y. Endi umuman terlamaydi. Bu sehr emas, bu fizika. Menga obuna bo'l. Bundan ham zo'rlari oldinda.